Assalomu alaykum. Bugun mavhum ma'lumotlar turlari abstract data types mavzusida uh, mavzusida Python dasturlash tili muhitida ko'rib chiqamiz. Odatdaning, ya'ni mavhum ma'lumotlar turlarining o'zining ma'nosini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni IDT so'zining to'g'ridan to'g'ri ma'nosi yoki tarjimasi mavjud emas, chunki bu akronim yoki maxsus so'zlar konteksti bilan bog'liq, ammo eng ko'p ishlatiladigan ma'nolardan biri abstract data types, ya'ni mavhum ma'lumot turi deb ham ataladi. Uning ta'rifi va tushuntirilishi esa dasturlash va ma'lumotlar tuzilmasi sohasida ma'lum bir funksiya yoki funksiyalar to'plamini bajarish uchun kerakli ma'lumotlarni va metodlarni yaxshilash uchun xizmat qiluvchi, ammo ichki qanday ma'lumotlar, ya'ni qanday saqlanishini ko'rsatmaydigan ma'lumotlar turi hisoblanadi. Xo'sh, mavhum ma'lumotlar turlari, ya'ni IDT dasturlashda ma'lumotlarni tashkil etish va ularga bog'liq operatsiyalarni belgilash uchun muhim. Biz esa Python dasturlash tilida oddiy, ya'ni mavhum ma'lumot turlariga eng oddiy 3 ta misolni keltirib o'tishimiz mumkin. Ular birinchisi stek, navbat va ro'yxat. Ya'ni stek, linked list. Xo'sh, endi bu yerda birinchisiga linked list nima? Linked list bu bog'langan ro'yxat haqida tushuncha bo'lib, bu ma'lumotlar tuzilmasi bo'lib, elementlar bir-biriga ulangan tugunlar, ya'ni node shaklida saqlanadi. Har bir tugunda ikkita asosiy qism bo'ladi. Birinchisi ma'lumot, ikkinchisi keyingi tugmaga ishora, ya'ni data va point. O'sha tugunda saqlanayotgan qiymat data, pointerimiz esa keyingi tugunni ko'rsatadigan havola hisoblanadi. Bu tuzilma oddiy massivlardan farq qiladi, chunki elementlar xotirada ketma-ket joylashishini shart emas, har bir element keyingisini ko'rsatib turaveradi. Linked listning turlari mavjud bo'lib, ular 3 ta turi mavjud. Ulardan bittasi yagona bog'langan linked list, ya'ni single. Ikkinchisi ikki tomonlama bog'langan, ya'ni double. Uchinchisi aylana bog'langan circular. Oddiy bog'langan ro'yxat, ya'ni single linked list, har bir tugun faqat keyingi tugunga ishora qiladi. Oxirgi tugunning ishorasi, ya'ni noni yoki node -1 bo'lishi mumkin. Strukturasi data pointer, data node. Strukturasi quyidagi shaklda bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak esa, bu ikki tomonlama bog'langan ro'yxat, ya'ni double linked list. Har bir tugunda oldingi va keyingi tugunlarga ishora bo'ladi, ya'ni strukturasi noni. Prev data next, prev data next, prev data noni. Oddiy yoki ikki tomonlama bog'langan ro'yxatdan farqli o'laroq, bunda oxirgi tugun yana birinchi tugunga bog'liq bo'ladi. Strukturasi esa oddiy bog'langan aylana ro'yxat bo'ladi. Data pointer, ya'ni qaytib birinchi tugunga keluvchi struktura asosida ishlaydi. Linked list bilan bajariladigan amallar. Xo'sh, ulardan birinchisi albatta qo'shish, ya'ni insertion, o'chirish, ikkinchisi deletion, qidirish, search, chop etish, traversal. Ya'ni quyidagi 4 ta asosiy amal orqali linked listning bajariladigan amallari ketma-ketligi shu tarzda olib boriladi. Endi biz oxiridan qo'shish, ya'ni bironta bir linked list bizning ro'yxatimizga bu yerda alfavitni oldik. Bu yerga eng oxiridan elementni qo'shish dasturini ko'rib chiqamiz.
ya'ni Spider muhitida Pythonda. Xo'sh, quyidagi kod asosida ishlaydi. Ya'ni bunda funksiyalar ikki qismdan iborat bo'lib, ya'ni biz oldingi slaydlarimizda aytganimizdek, eng oxirgi elementimiz birinchi elementimizga bog'liq bo'ladi degan shartga asosan, mana bu yerda ham eng oxiridagi elementimiz -1 orqali birinchi elementimizga bog'langan holda bo'lyapti. Bu yerda dasturni ishlatib ko'ramiz. Mana element kiriting, yo'qsa ishlatilmaydi deyapti. Ya'ni bu yerda biz mana bu keyingi bo'layotgan elementni kiritishimiz kerak. Xo'p, misol uchun k kiritadigan bo'lsak, bizga elementni kiriting deb boshlang'ich linked listdan tortib to hamma biz aytgan mana bu yerda kiritgan so'zlarimizga kiritgan harflarimizning qo'shilgandagi linked listning har bir qadamda qiymatini bu yerda satr ko'rinishida chop qilib beryapti. Bizda mana bu qismni ishlatmaslik ham hech qanaqa dasturimizda xatolik bo'lmaydi, chunki biz mana bu yerdan kirgizib ketyapmiz qiymatlarini. Mana dasturni har bitta qadamini tushuntirib o'taman. Bu yerda boya aytib o'tganimdek, ikkita funksiyadan foydalanilgan. Bittasi qidirilishi va bittasi qo'shish. Ya'ni bu yerda search index degan funksiya e'lon qilyapmiz va funksiyaning ichida global start pointer linked list, ya'ni funksiyaga global o'zgaruvchilar start pointer va linked listdan foydalanishga ruxsat beradi. Xo'sh, keyingisida esa indeksga start pointerni ta'minlab beryapmiz. Ikkalasini tenglashtirib qo'yapmiz va while linked list indeksimiz, ya'ni while indeksimiz -1 ga teng bo'lmasa va linked listimizning indeksi, ya'ni 0,1 teng bo'lmasa -1 ga deyapti. Indeksning linked listiga indeksni 1 ga o'zgartir, ya'ni oshir degan maqsadda ishlatilyapti. Bu sikl ro'yxat bo'ylab oxirgi elementga yetgunga qadar davom etadi, ya'ni -1 ko'rsatkichini oxirgi elementini bildiradi. Return index, ya'ni oxirgi elementning indeksini qaytaradi. Xo'sh, keyingi funksiyaga o'tadigan bo'lsak, insertion n, ya'ni biz bu yerda kiritayotgan n mana bu yerdagi elementlarimizni o'z ichiga olyapti, ya'ni qo'shish. Bu funksiya bog'langan ro'yxatga yangi elementlarni qo'shish uchun ishlatiladi va bunda ham bizda global linked list, free pointer kabi global naqlamizda o'zlashtira olganmiz va shart beryapmiz. If free pointer, ya'ni bizda free pointerimiz 4, len deyapmiz, linked list, ya'ni